Assalomu alaykum hurmatli ko'rmanlar. Uyg'ur axborot markazining xabarlar programmasiga xush kelibsiz. Men Muhammad Azat. Bugun juma. Tövəndəki xabarlarımızın təfsilatı bo'lsin. Xitoy xabar to'rining 12 ayning 8 kundagi xabarda bildirilishicha, Xitoyning 4 o'lkasi atalmish Xinjiang erkin savdo rayoni bo'lgan Qashqar shahri bilan hamkorlik va birlashma qurilish kelishimi imzolagan. Atalmish erkin savdo rayoni bo'lgan Qashqar shahri Xitoyning 4 o'lkasi Shandong, Shanxay, Guangzhou, Şinjin qatarlıq şəhərlər bilan atalmış Qashqar erkin savdo rayoni o'rtasida hamkorlik va birlashma qurilish kelishimi imzolash murosimi Qashqar shahrida o'tkazilgan. İmzalangan bu hamkorlik kelishimida Xitoyning 4 o'lka va shaharlari Qashqar rayonining O'rta Osiyo va Janubiy Osiyo davlatlari bilan bo'lgan muhim strategik o'rnidan to'liq foydalanib, xalqaro savdo va ashyo oborti tijorat markaziy rolini to'liq joriy qildirishga yordam berib va hamkorlashib, Qashqar shahrini atalmış bir balvoq bir yo'lning markaziy rayoni sahnasiga aylantirishni maqsad qilgan. Shundaqla ichish va hamkorlashish sanoat aloqasini kuchaytirish, savdo muhitini yaxshilash, sanoat iqtidorini taraqqiy qildirish, doimli iqtisodiyotni almashtirish qatorliq bir bo'lik xizmatlarni texnik ilgari surib, Qashqar shahrining atalmish Xinjiang erkin savdo rayoni afzalligi va boyliqlardan to'liq foydalanishga texnik qulay sharoitlarni hozirlab, Xitoy hukumatining bu afzal sharoitlardan foydalanib iqtisodiy taraqqiyotini texnik kuchlantirishga yordam berishni maqsad qilganligi bayon qilingan. Xitoyning Tongshin xabar to'rining 12 ayning 8 kundagi xabarda deyilishicha, Xitoy 14 navbatlik mamlakatlik xalq qurultiyi doimiy komitetining 6 qatimliq yig'inida Xitoyning atalmish Xinjiangdagi har qaysi millatlarning o'zaro aralashib yashash, o'zaro madaniyat almashtirish va birlashib yashashni ilgari suradigan tunji davlat nizomini e'lon qilgan. Sharq Turkistonning il rayonida Xitoy, Qozoq, Uyg'ur, Xo'y va Mo'ng'ul qatorliq 47 millat o'rtoqlashgan ko'p millatlik shahar bo'lib, Xitoy hukumatı bu rayonni atalmish millatlar ittifoqligidagi ilgari rayon qilib qurib chiqdi ekan. Xitoyning yangi belgilamasi deyilishicha, Xitoy davlati qonun chiqarish komiteti bu rayonda kuchli mahalliy engini shakllantirish hamda barliq millatlarning o'xshamagan millatlarning madaniyati, diniy e'tiqodi, milliy urf-odati, ideologiyasi va ro'yxati qatorliqlarni o'zaro birlashtirishni nishon qilgan ekan. Bu belgilama bu rayonda yashaydigan har millat kishilarni atalmish sharaf va nomus, hayot va o'lim, taqdir qismati o'rtoqlashgan mahalla hukumini mustahkam turg'izishga, Xitoy millati orasidagi mahalla hukumini barliq millatlarga singdirgan ijtimoiy qurilma va mahalla muhiti qurilishini tadrijiy taraqqiy qildirishni asos qilgan ekan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.